Salom, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun bitta zo'r narsani ko'rsataman. Havasdan sotib oldim men shuni, qiziqib nima narsa ekan deb, oq oyoq kiyimlarga ishlatish kerak ekan. Bu tez yuvib olishga yordam beradi. Keyin materialniy joylarga kerak emas ekan, faqat bunaqa silliq joylarga shuni sepib, shunchaki gubka bilan artib olsa ham bo'ladi. Agar bu kirlar yomonroq, qiyinroq bo'lsa, shu shotka bilan ishqalab, bemalol mana shu oq joylarni oqartirib olsa bo'lar ekan. Bu yuvish uchun emasda, kechqurun bitta tozalab qo'yib, ertalab top-toza qilib kiyib ketish uchun qarasam qulay narsa ekan. Hozir men bitta tuflini yuvib ko'rsataman. Rezultatini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Marhamat, farqi. O'zi toza ekan desalar ham bo'ladi, lekin oddiy suvda ketmaydigan narsalar ketadi. Shunaqa qilib bitta narsalarni yuvdim, hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Tezgina o'sha hamma oyoq kiyimda rezultatlarini ko'rsalaring bo'ladi. Bu вообще qimmat emas ekan. Men havasga kirganimda mana shuni ikki xil, mana shu spreyni ikki xil turi bor edi. Bitta oq oyoq kiyimlar uchun, bittasi rangli oyoq kiyimlar uchun edi. Qiziqib oluvdim nima narsa ekan deb. Oldin hech unaqa narsa ishlatib ko'rmagandik. Просто oddiy suvda yoki poрошокda yuvardik. Suvga tiqib qancha vaqt ketadi, oq narsa tez kirib bo'ladi. Bitta ko'chaga chiqib ketsangiz ham tez kirib qolaveradi. Shuning uchun zo'r narsa ekan. Tez ham tugab qolmaydi-da. Anchadan beri ishlatyapman bitta sprey. Ko'p oyoq kiyimlarni yuvyapman. Baribir почти hech qancha ketmaydi. Keyin juda ham arzon narsa. Cho'ntaginglarni ham, vaqtinglarni ham zo'r asrab qolasizlar. Hatto men afsuski sotmayman buni. Reklama qilganimda zo'r bo'lardi. Cho'ntagimga pul kelganda zo'r bo'lardi, lekin buni shu havasda, hamma havasda ham yo'q. Topsalaring bo'lish, lekin shunga o'xshagan boshqa joydan boshqachasini olsalaring ham yaxshi. Shunaqa narsalar ishlatib maza qilib yuringlar.